O'zbekistonda elektr energiyasi uchun yangi tariflar joriy etish rejalashtirilmoqda. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov O'zbekistonda elektr energiyasi uchun yangi tabaqalashtirilgan tarif tizimi joriy etilishi rejalashtirilayotganini ma'lum qildi. Yangi yondashuv aholining amaldagi tariflarga nisbatan bildirayotgan e'tirozlarini inobatga olgan holda ishlab chiqilmoqda. Vazirning aytishicha, yangi tizimda elektr energiyasi narxlari bir necha mezonlar asosida belgilanadi. Xususan, mavsumiy tariflar joriy etilishi ko'zda tutilmoqda. Yoz oylarida narxlar oshishi, qishki isitish mavsumida esa pasayishi mumkin. Shuningdek, gazlashtirilmagan uy xo'jaliklari uchun alohida tariflar belgilanadi. Bundan tashqari, kun vaqtiga qarab tariflash tizimi ham joriy etiladi. Aqlli elektr hisoblagichlar yordamida iste'molchilar kunduzgi yoki kechki soatlarda elektrdan foydalangan holda tejamkorlikka erishishi mumkin bo'ladi. Eng yuqori yuklama paytlarida esa tariflar yuqoriroq bo'ladi. Bu xususan elektromobillarni qulayroq va arzonroq vaqtda quvvatlash imkonini yaratadi. Hozirda vazirlik yangi tarif tizimini bosqichma-bosqich joriy etish ustida ish olib bormoqda. Xabarni tanishlaringizga yuboring va Kapital.uz kanaliga obuna bo'ling.